Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugungi navbatdagi ishimizni ham tugatdik. Bularimiz seri bo'lgan, oynalar 2 qavat oq bo'lgan. Bularimizni shatlanka to'qib berganmiz. Xo'p, bularimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eshiklarimiz 1.20 ga 280 bo'lgan. Xo'p, romlarimiz 2 metrga 1.90 bo'lgan. O'rtadan bittadan ochiladigan qilganmiz. Eshiklarimizni ham 2 qanot qilib Shularni ham yaxshidan qo'yganmiz. Nigirovkalarni ham cho'tki qilib, chiroyli qilib berdik. Taglari har doimgidek alkifon bo'lgan. Xo'p, ustunlarimizni ham alkifon bilan o'raganmiz, chiroyli qilib. Xo'p, o'rtada ham ikkita romimiz bor. Bularimiz 1.50 ga 1.90 bo'lgan. Bularimizni ham o'rtadan bittadan ochiladigan qilganmiz. Nari chekada ham 2 metrga 1.90 bo'lgan romlarimiz. Bularning ham ochilishini o'rtadan qilganmiz. Shatlankalar to'qib berganmiz. Bu chekaga ham 1.20 ga 280 eshiklarimiz bo'lgan. Xo'p, bularimizni kvadrat metriga aytadigan bo'lsak, xo'p, bularimiz 20 kvadrat chiqqan, 1 kvadrat metri 700 ming so'mdan tushgan. Xo'p, bu yerda ham 2 qanotli eshiklarimiz bo'lgan. Ichkariga podog'onlarni qo'yib berganmiz. Romlarimiz ichkaridan ko'rinishlari. Rom ruchkalarni ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Xo'p, akalar, kimga shunaqa xizmat bo'lsa, bemalol o'zimga aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab chiroyli qilib borib yetkazib o'rnatib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan da qiziq videolarimizni yana ko'rib davom etamiz. Hammaga rahmat.